Y9 ошибка beryapti. Y7, Y9 ошибкali bular bir narsaga olib keladi. Mana qaranglar. Testerimizni prozvonka holati bo'ladi. Men nima qildim? Перегрев datchik turadi bunda mana. Перегрев datchikka holatini men o'tgan videolarimda ham ko'rsatganman. Mana shunaqa prozvonka holatida bo'lishi kerak. Uni tekshiramiz. Mana bir ishlamay mana shunaqa holatga kelyapti. Kontakti yaxshi emas. Buni alishtirib qo'yamiz yangisini. Shuni bilinglarki, Y9, to'g'ri Y7, Y8, Y9 ошибкali bular nimada sirkulyatsiya yaxshi emasligini bildiradi. Nasosga ошибка beradi. Y7, Y9 bular 3 xil ошибка birdaniga beradi, shuni bilib olinglar. Videoyim qiziq bo'lgan bo'lsa va sizlarga qanaqa kat yo'llar bo'yicha video qilib berishim kerak bo'lsa kommentariyada yozinglar, men javob berishga harakat qilaman.